Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akalar, ukalar, qurilish qilayotgan do'stlarimiz. 2025-yil payshanba kunida turibmiz. 19-iyun. Hammalaringga xayrli kun deymiz. Bugungi videorolikimiz siniq tom to'g'risida bo'ladi. Siniq tomimizda ustakilarimizga, asosan ustakilarimizga foydali bo'lishi uchun maxsus video bo'ladi, xudo xolasa. Qo'limizdan kelgancha yoritib beramiz. Mana siniq tomimiz, strafilamiz. Mana bu joyda 6 metrlik 2 ga bo'lib qo'yganmiz. 3 metrlik, ya'ni 6 metrlik strafilni 2 ga bo'lib qo'yilgan. Tom qilayotgan akalarimizga ishlarga muvaffaqiyat tilaymiz. Ustakilarimizda issiqlarda Alloh sabr qanoat bersin. Topayotgan pullari yaxshi kunlarga, to'ylarga ishlatishga nasib qilsin. Mana shu uylarda to'ylar bo'lsin, xudo xolasa yaxshi niyatni mana akalarimizga qurib bitkazib beryapmiz. Siniq tom. Mana bu joyga qo'rg'ali tunka olamiz, xudo xolasa 255 ketadi bo'yi. Tepasiga bo'lsa oddiy profnastil. Mana bu joyi esa tepa qismi. Ustakilarimizga xudo xolasa qo'ldan kelgancha konvert holatini, tepa ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu joy konvert. Mana tomondan kelganda konvertimiz shatran tushadi bu yerdan. Bitta dungi konvert. Bu yerga kelib bo'linib ketgan. Baho berasizlar. Orqa tarafimiz esa shifr bo'lyapti. Tepa tarafdan ko'rinish. Havo ham juda ham issiq. Issiqda ish qilayotgan ustakilarimizga Alloh sabr qanoat tilaymiz. Qurilish qilayotgan akalarimizga ishlarida muvaffaqiyatlar tilaymiz. Nimaiki o'ylagan niyatlari bo'lsa, barchalariga niyatlariga yetishini xohlab qolamiz, xudo xolasa. Yaxshi niyatlarda uy-joy qilayotgan akalarimiz, ukalarimiz, opalarimiz, singillarimiz bor obunachilarimiz orasida. Nimaiki niyat, ezgu istaklari bo'lsa, farzand ko'rmayotganlar bo'lsa, farzandli bo'lib ketsin. Farg'onada turibmiz, xudo xolasa mana niyat qilib olamiz. Xudo xolasa bitgan ko'rinishni obzorini ham qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Tepa tomondan Instagram uyimizni ko'rinish qismi. Mana bu joyda kirish qismimiz bor uyimizga. Bu fon bo'lish uchun ozgina bu tomonga 40 sm chiqazdik. Ustakilarimizdan savollar tushibdi. Siniq tomimizni qilayotganda ustki qismi, ya'ni o'stirmasini, shapkasini necha santimetr chiqarsa bo'ladi degan savollar tushibdi. Mana shu yaqinroq berishga harakat qilamiz. Siniq tomimizni mana shu shapka qismi, ya'ni mana shu strafilamiz. Mana shu asosiy sarrob deymiz biz ustalar tilida. Asosiy sarrobimizdan 50 sm chiqqan. Shunda 3 ga bo'lingan tunkamiz, ya'ni oxlisimizdan mana bu joyga patoloq qilib berib ketamiz, tunka fon qilib beramiz, xudo xolasa. Bitgan ko'rinish asosiy. Mana bu joyga lato qo'yiladi. Bu yerdan qovurg'ali tunkamiz chiqadi. Mana bu joyimiz shatran. Baho berasizlar, xudo xolasa. Tom boshlaganimizga mana bugun 3-kun. Xudo xolasa reykadan chiqib qoldi. Ertaga tunkalarimiz hisob-kitobini qilib, sexga zakaz beramiz. Mana bu holat burlatimizning ichki qismi. Siniq tomimizning ichki qismi. Instagram strafilamizning tag qismidan ko'rinish. Konvert.
Instagram sarrob. Strafila Instagram mana bo'lgan. Mana bu joy esa mana tomimiz umumiy ko'rinish qismi. Ya'ni tashqari tomondan ko'rinish qismi. Baho berasizlar, like bosib, yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa qurilish qilayotgan akalarimizga foydasi tegsa xursand bo'lamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Savol va takliflar bo'lsa, kommentariyada qoldirasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.